Sekiroq gapiraman, chunki uxlab qolishda Nodir opamlar 3-4 kundan beri uxlamayotgan ekanlar. Men kelganimga bemalol bo'ldilar menimcha. Endi Sabrinani voqeasida juda ham ko'p insonlarning yaxshiligi, xayri bor. Avvalo o'zbek xalqi, undan keyin ko'pchilikka eshitishiga sababchi bo'lgan Jasmin opa, undan keyin Ozoda Nursaidova, Mohina. Mana men Mohina haqida alohida to'xtalib o'taman, chunki ular bilan ertalabdan kechgacha birga yurdim. Hamma xarajatlarni o'zi qildi, o'zining cho'ntagidan, kartasida yig'ilgan pulga umuman tekkani yo'q. Keyin hatto ovqatlangan borgan joylarimizda menga ham to'latgani yo'q. Men aytdim, unaqa qilmang desam, yo'q, o'zimdan, hammasi o'zimdan deb turib oldilar. Men endi to'g'risini aytaman, pul yig'ilish joylarida bo'lmaganman. Hamma qo'ldan kelgancha yordam beryapti, hamma o'zini vazifasini bajarishga harakat qilyapti. Menga doktor deyishdi, premliy narx bo'lsin deyishdi. Men keldim, Sabrinani ko'rganim, kislorod taqilgan. Assalomu alaykum. Nodir opa, yaxshimisiz? Charchab qolmadingizmi? Kasal emas, kasal qaragan kasal deydi-ku. Mana oyog'iga maxsus narsalar taqilgan. Men bu to'g'ri ushab turishi uchun, chunki qiyshaytirib ushashga o'rganib qo'ygan. Qiz, sen nasılsın? Benim. Sana biraz Türkçe öğreteceğim artık. Sabrina, meyveler yoqdi mi? Çok şirin. Judayam yoqdi. Afiyet olsun. Doktorlarimiz qanaqa? Yaxshi qarashyaptimi? Zo'r doktorlar. Hayır.